Sevgi. Bu dahshatdan boshqa narsa emas. Anno. Seni sevaman. Mag'luq! O'sha so'zlar, uni menga qaragan nigohi. Men ehtimol ularni hech qachon unutmasam kerak. Minami-kun. Kecha olgan surating 2000 dan ortiq like yig'di. Rostdan ham juda ham yaxshi ishlayapsan. Seni modellikka taklif qilishganini eshitdim. Ular shunchaki menga murojaat qilishdi xolos. Zo'r-ku. Tabrik sifatida seni suratga olib qo'yay. Nima istaysan? Psixopat. Bu seni joyingmidi? Dars boshlanguncha o'tirib turaman. Endi surilib turchi, chiroyli manzarani buzyapsan. Buni sezyapsanmi? Bu shart emas, men ketdim. Qanday dahshat. Ha, u rostdan ham haqiqiy kichkina psixopat. Tilini tishlab oldimi, nimaga gapirmadi? Men ularni har birini oyoq osti qilishini istayman. Ular kundan kunga hayvonga o'xshab ketishyapti. Senga la'nat bo'lsin, Arata Minami. Seni yoningdagi o'rindiqqa o'tirishim bilan omadim qochib ketdi. Shunchaki menga joyimni qaytarib berganingda o'larmiding? Yo'q. Yana shunday bo'ldi. Xavotirlanadigan hech narsa yo'q. Bu doim sodir bo'ladi. Shunday paytlarda men boshimni musiqa bilan to'ldiraman. O'zimga yoqadigan narsalarni tomosha qilaman. Serizafa kafesini premium pankeklarni yesamidi? Lekin bu uchun odamda premium chipta bo'lishi kerak. Premium chiptani qayerdan olaman? Va buni ustiga bunday hashamatli kafega yolg'iz bora olmasdim. Meni do'stlarim yo'q, bir o'zim borishim esa qo'rqinchli bo'ladi. Menimcha umuman bora olmayman. Buni shunchaki unutishim kerak. So'nggi 16 yil davomida sirli kasallikdan aziyat chekyapman. Bu tanamning ayrim qismlarini to'satdan dahshatli ko'rinishga olib keladi. Sababi esa noma'lum. Davosi bormi o'zi? Bu kasallik o'z turida birinchi marta uchraydi. Bunga shifokorlar ham davo o'ylab topolmaydi. Bunday ko'rinishimning alomati birinchi marta sevib qolganimda paydo bo'ldi. Men juda ham xafa bo'lganimni eslayman. Do'stlaring bilan tez-tez o'ynamasliging kerak. Men seni yaxshi ko'raman. Muhimi shu emasmi? Onamning maslahatlariga quloq solmadim. Akaishi-san. O'ynaysanmi? Ishonchingiz komilmi? Bunchalik zavqlanmaganimga ancha bo'lgandi. Akaishi-san. Bular nima o'zi? Qalbimni tubida kimdir meni qabul qilishiga umid qilgandim shekilli. Ammo men shunchaki o'zimni aldayotgandim. Plastik jarrohlik qildirmoqchiman. Shishgan ko'z qovoqlarim meni maxluqqa o'xshatib qo'yadi. Agar kimdir meni bo'yanishsiz ko'rsa o'laman. Sochlarim to'kilishni boshladi. Sobiq sevgilim taxta kabi tekis edi. Endi chiroyli emasman. U yerda faqat semiz odamlar bor edi. Bu dunyoda meni hech kim qabul qilmasligi aniq edi. Hech kim menga qaramaydi. Qaramang. Bu yerda meni qimmatli tushlik vaqtim davomida hech kim bezovta qilmaydi. O'zi nima uchun yashirinib yurishim kerak? Axir tashqari sovuq bo'lsa. Meni qo'rqitib yubording-ku. Lekin aslida o'zim seni qo'rqitgan odamman. Kechirasan. Minami. Agar sinfda qolsam, hamma menga yopishib oladi. Shu uchun yashirinadigan joy qidirayotgandim. Va juda ham yaxshi joy topsan, Akaishi-san. Akaishi-san?
Oho, judayam yaxshi chizarkansan. Qarama. Buni kutmagandim. Menimcha u faqatgina yuqori kasta vakillarini tan oladi. Nega hammasi qoroq? A? Senda boshqa ranglar ham bor-ku axir. Chunki kulrangdan ancha salqinroq. Menimcha to'g'ri aytasan. Ta'bim yoqmaganligi uchun uzr. Rostdan ham yaxshi chizarkansan. U shunchaki yoqilashyaptimi? Shaxsiy makoni haqida biladimi o'zi? Menga parhezli kola yoqadi. Kimmi nima ishi bor? Yo'q. Ular chiqib ketyapti. Ba'zan shunchaki yolg'iz qolishni istayman. Kameralar doim senga qaralganda sezgirliging pasayadi. Oxir oqibat menda nima bor o'zi deb o'ylab qolasan. Ha? Menda nima bor o'zi? U nimalar deyapti? Kinoya qilyaptimi? Yoki maktab qulog'imga lag'mon ilmoqchimi? Axir u allaqachon mashhur bo'lsa, gara o'ynayman. U o'zini past his qilish qanday ekanligini bilmaydi ham. Bunday beparvolik bilan kimnidir xafa qilasan. Agar suratga tushishni yoqtirmasang, unda ayt. Aks holda senga hayrat bilan qaraydiganlarga nisbatan hurmatsizlik qilasan. Mana yaxshi so'z bo'ldi. U endi meni qo'pol deb o'ylab, aniq ketib qoladi. Bir daqiqa, menimcha sen to'g'ri aytasan. Men juda ham beparvo edim. Endi ehtiyotroq bo'laman. Chizmanga xalaqit berganim uchun kechir. Endi sinfga boray. Yana shamollab qolmagan. Mayli, charchama. Bu nimasi? Uni go'zallik qiyofasiga hatto eng quyi kasta vakili bilan ham erisha olmadi. U menga yaxshi munosabatda bo'lishdan nima foyda topadi? Nahotki u ko'pchilik bilan qiziqsa? Mazza. Dahshat! Kerak emas! Meni alday olmaysan. Men boshqa qizlarga umuman o'xshamayman. Mayu, sen juda ham yoqimlisan. Xush kelibsan, Kurotan. Nega oyi men keldim deb aytmading? Onangni xavotirga solyapsan. Quchoqlashish haqida nima deysan? Kerak emas. Yo'q, kerak. Uyga xush kelibsan, asalam. Kurotan yana chiqib ketyapti. Bu doim sodir bo'ladi. Ammo orqangda kamdan kam bo'lardi. Qana, Jumbo King, yomon it. Yo'q xudo. Axir sen haqingda qayg'uryapman-ku. Jirkanch. Bu juda ham g'alati ko'rinadi. Odatda hozirgacha o'tib ketgan bo'lardi. Agar ular abadiy shunday qolishsa-chi? Mayli. Haqiqiy maxluqqa aylansam ham hayotim bundan boshqacha bo'lmasdi. Dunyo har doim kulrang bo'lib qoladi va shunisi ham yaxshi. Men shunchaki o'sha yigitdan uzoqroq yuraman. Xayrli kun, akashsan. Nega u bu yerda? Sinfga qaytib ketsam ekan? Mayli, menga yaqinlashmasa bo'ldi-da. Seningcha parhez kokain ajoyib emasmi? Dieta kokaini nimasi qiziq? O'shandan beri o'ylayapman. Va menimcha bu orzu qilganlik ne'matidir. Ehtimol shunchaki zavqlanishim kerak, sababi u uzoq davom etadi. Ko'p narsalar haqida o'ylamaslik U kerak. to'xtamayapti. Shunchaki unga e'tibor bermayman. Menga taklifnoma berishgandi, lekin birga borasanmi? Sen bilan birga boraman. Oho, mana shu ruh deyiladi. Bu biz muhokama qilgan narsa emas-ku. Boshqa odamlar qayerda? Ularni to'satdan boshqa ishlari chiqib qolibdi. Ko'pchilik bo'lsa yaxshi bo'lardi-ya. Endi o'ylab qarasam, ko'pchilik bo'lsa yaxshi bo'lmasdi. Ammo ularsiz bu ko'proq. Xush kelibsiz. Nahotki. Iltimos hayajonlanma tanam. Meni xafa qilma. Pankeyk tayyorlash uchun ko'p vaqt ketadi, to'g'rimi? Endi chiday olmayman. Pankeyk, tezroq yesin. Premium pankeyklaringiz keldi. Xudoga shukr. Nihoyat. Birinchi yesan maylimi? Meni mehmonim bo'l. Mazali. Nimaga kulyapti? Kechirasan. Shunchaki buni kutmagandim.
Sen shunchaki doim judayam nafissan. Nafaqat kiyinish uslubing, sen har qanday holatda o'zingga sodiqsan. Doim odamlar sen haqingda aytadigan yomon gaplarga e'tibor bermaysan va sinfda beg'ubor narsalar qiladigan yagona odam sensan. Sinfxonadagi barcha gullarga deyarli o'zing qaraysan va ularni sen har kuni sug'orasan. Bu judayam ajoyib. To'xta. Endi nimagadir pankeyk ta'mini sezmayapman. Ammo nimaga? Agar istasang yana bir porsiya olishing mumkin. Sen yemaysanmi? Men judayam osonlik bilan semirib ketaman. O'rta maktabda o'qib yurganimda o'zimga ishonchim yo'q edi va do'stlarim ham yo'q edi. Agar yana semirsam, hamma meni tashlab ketishi mumkin. Buni o'ylaganimda, hatto mazali taomlar ham o'z ta'mini yo'qotgandek tuyuladi. Gero o'ynayman. U o'zini past his qilish qanday ekanligini bilmaydi. Akaysan, shu uchun ham bemalol ovqatlanishing mumkin. Qani ye. Nimaga? Semizmi yoki ozg'inmi? Buni menga umuman farqi yo'q. Men bugun sen bilan xursand bo'lish uchun bu yerga keldim. Atrofingdagilar seni qabul qilishi ham, qabul qilmasligi ham mumkin. Ammo hech bo'lmaganda seni qabul qila oladigan bittasi bor endi. Tashvishlanib o'tirmasdan shunchaki ovqatlanish kerak. Ha, bu judayam mazali ekan. Mayli. Men yana biroz aylanaman. Yaxshimisan, akaysan? Unchalik ham yaxshi ko'rmayapsan. Men yaxshiman. Nega bunchalik issiq? Bu barchasi o'sha narsa tufaylimi? Seni uyinggacha kuzatib qo'yaman. Kerak emas. Minami-kun. Ha, o'zi. Minami-kun. To'xtachi. Axir uni yonida o'sha psixopat-ku. U bu yerda nima qilyapti o'zi? U Minamini ta'qib qilayotgan bo'lsa kerak. Bu yangilikni hammaga aytish kerak. Men doim buni bilardim. Men boshidanoq hammasini bilganman. Ammo baribir kechirasan. Bu meni aybim. Qani ketdik. To'xta, senchi. Nima, rostdanmi? Nimaga? Nima uchun? Bu dunyo xuddi pushtiranga o'xshaydi. Nimagadir tanam judayam g'alati bo'lib ketyapti. Kechirasan. Akaysan! Tanam yonib ketyapti. Yonib ketyapman. Chidab bo'lmayapti. Chiday olmayman. Boshqa. Bu yigitga nima bo'lgan o'zi? U meni qanday ahvolga soldi? Agar u shunday qilishda davom etsa. Yo'q. Buni qila olmayman. To'xtatib bo'lmayapti.
U men kabi odamni qabul qila olmaydi. Men bilan sevgi dahshatdan boshqa narsa emas. Men endi o'zimni boshqa ushlab tura olmayman. Hozirgina tinglayotganlar uchun aql bovar qilmaydigan narsa sodir bo'lmoqda. Siz ko'rib turgan narsa maxsus effekt emas. Tokio markazida ulkan jonzot Kaiju paydo bo'ldi. Juda ham katta bo'lib qopsan-ku, Kurotan. Bu Kaijumi? Men juda ham g'alati tush ko'ryapman. Ammo bu juda ham yoqimli tush. Go'yo nihoyat barcha ichimda yotgan his-tuyg'ularni chiqarib yuborgandekman. Yo'q. Kurotan daryodan chiqib ketmasligi kerak. Tezroq ortiga qaytarishim kerak. Kechirasiz odamlar. Evakuatsiya vaqtida nima qilyapsan? Bir qiz daryoga tushib ketgan bo'lishi mumkin. Nima? Aka ishisan! U keng kiyimli kichkina qizcha emasmidi? Ha, xuddi shunaqa. Sen u bilan birga edingmi? Kun bo'yimi? Faqat ikkalangizmi? Ha. Demak shu uchun. Bu qiz meni mahallamdan edi. Uni metro tomon yugurib ketayotganini ko'rdim. Jiddiyimisiz? Hozir evakuatsiya vaqti, shu uchun keta qolgan. Xo'p, katta rahmat. Anu, xonam. Iltimos unga bugungi kun juda ham ajoyib bo'lgani haqida aytib qo'ying. Ha, bo'pti. Meni ismim Minami. O'zingiz ehtiyot qiling, xonam. Bu uchun javobgarlikni o'z zimmangga olmaganing ma'qul, Minami-kun. Nima? Jumbo-king qani? Nimalar bo'lyapti? Ular meni qitqilashyapti. JSTF ulkan mavjudotga hujum boshladi. Ammo maxluqqa zarar yetmaganga o'xshaydi. Bo'lishi mumkin emas. Bu yer xavfli bolakay. Ular nima qilishyapti o'zi? Kayfiyatim juda ham yaxshi edi. Ular jahlimni chiqarishyapti. Nimaga? Nega menga bunday qarayapsan? To'xta. Nahotki bu men bo'lsam? Dunyodagi eng xunuk qizmi? Yo'q. Iltimos, yo'q. Menga qaramang. Qarashni bas qiling. Ulkan jonzot daryoga g'oyib bo'ldi. Hozirgina ko'zlarimiz to'qnashdi, to'g'rimi? To'xta, Kurotan. Uni yana ko'zdan qochirdim. Jumbo-king, qayerda eding o'zi? Qayoqqa ketganini bilasanmi? O'zim aqlli itim.
Bu judayam g'alati tush edi. Kecha uxlashga yotganimni eslay olmayapman. Maktabga bordim-ku, to'g'rimi? Xayrli tong. Ko'rotan, o'zingni qanday his qilyapsan? Yaxshi. O, ajoyib. Forming kir bo'lib qopti, shu uchun yuvdim. Xuddi yangidek, to'g'rimi? Bu uchun rahmat. Pankeyk tayyorlamaganimga mancha bo'luvdi. Mana tayyorladim, televizor ko'rmasdan yeb ol. Ura! Mazali. Kechagi pankeyklar ham juda ham mazali edi. Bu kecha soat 19:00 da olingan kadrlar. Sumi daryosida to'satdan ulkan hayot shakli paydo bo'ldi va u xuddi shunday tez g'oyib bo'ldi. JSTV ma'lumotlariga ko'ra, u juda ham dahshatli edi. Xuddi filmlarga tushib qolgandek bo'ldim. Men buni telekanalda to'liq ko'rdim. Bu mo'jiza edi, chunki hech kim jabrlanmadi. Hukumat darhol qarshi choralarni ko'rishi kerak. Bu kayjuni nima deb ataymiz? O, Harumi yaqinida paydo bo'ldi. Shu uchun uni nomini Harugon qo'ysakchi, nima deysiz? To'xta. Nahotki bu tush bo'lmasa? Yo. Menimcha buni yashirishga urinishdan ma'no yo'q. O'sha kayju. Bu sensan. Bu bilan nima demoqchisiz? Ishonish qiyin, to'g'rimi? His-tuyg'ularing keskin ko'tarilganda tanang doim o'zgarishlarga duch keladi. Ammo bu juda ham g'alati edi. Nahotki bu issiqlik davri bo'lsa? Issiqlik davri! Issiqlik davri bu juftlashish davri degan gap. Davomini ko'rish uchun Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Telegram kanalimiz esa Anicity rasmiy kanali. Faqatgina o'sha yerda tomosha qilishingiz mumkin davomini. Keyingi haftani shirinligi. Kartoshka chipslari. Ular shirinlik ham hisoblanishadimi?